Assalomu alaykum do'stlar hammaga. Men obunachiman, yangi obunachi. Bitta lakdan boshladim. Hozir biz mana shu o'yinni o'ynaymiz. Atim Zubayir. Zubayir Imona desangiz chiqadi mana shu video. 9-8 hozir boshlanyapti. Mana ketdik o'yinga. O'yinga ketdik. Hozir mana shu o'yin boshlanar ekan. Hozir ketdik, mana yuryapmiz. Qayerga boramiz? Eshikka chiqamiz. Eshik ochish qiyin ekan. Qanday ochishni bilmayapman. Ana bo'ldi, endi chiqamiz. Ko'chada zo'r bir yer. Endi bu yerda mashina bo'lishi kerak. Mashinani buzganlarni olmashimiz kerak. Ketyapmiz, bu yoqqa boramiz. Mana bor ekan. Mana mashina olmash kerak. Ishlaymiz, ana qo'yildi. Endi buni yozamiz. Ana razmesi deyapti balonga. Buni mayga qo'yamiz. Eshikka qo'yamiz va qo'yamiz. Qo'ydik. Hozir ketyapmiz. Mana endi qolgan narsalarni ham qo'yamiz. Buni ham qo'ydik. Endi hozir qo'yamiz. Buni qayoqqa qo'yarkan? Bezon bo'lsa kerak. Hozircha qo'ya olmayapman. Qanday qo'yishni bilmayapman. Hozir manalarni olib keyin qo'yamiz. Qo'ya olmayapman. Hozir balonni olamiz, qo'yamiz. Buni ham qo'yamiz. Buni orqasi oldi. Demak, bu oldi. Ketyapmiz. Orqasidan narsa bo'lsa kerak. Hozir bu yerda hech narsa yo'q. Hozir balonni olamiz, qo'yamiz. Balonni bitta eshiklarga. Yana bitta balon yetishmayapti. Qayerdan topamiz? Mana buni ham qo'yamiz. Orqasini qarab chiqdik. Hozir qaraymiz. Men aytib o'tay, men Robloxda o'ynayman. 7 yosh, 8 yo'q, 9 yoshdaman. Yangi obunachiman, xullas men like bosgan edinglar ekan. 3 ta, undan ko'proq qilarik. Men yangi obunachi bo'lganim uchun ham 3 ta. Sayib ko'ramiz, hozir bir narsa chiqishi kerak. Chiqmayapti hech ham. Endi ezamiz, ezib ko'ramiz. Hozir to'lyapti mana. Tezroq qo'yilmaydimi? Bo'ldi, to'ldi. Tashlaymiz. Endi uyga kiramiz. Uyda narsa yo'q bo'lsa kerak.
ketyapman. Hozir men birinchi o'rinda mana buni olaman. Endi ko'rib ko'ramiz qo'yilarmikin. Bunisini-chi? Bu aslida qo'yilmayapti. Tugatmi? Yo'q, hali orasi ko'p. Buni qo'yish kerak. Hozir men qayerda ustini ko'raman. Shunisi yo'q. İşte ham qanday ochib turgan. Buni bunday ochadi. Lepka boralichi. Bu yerda mashina bor ekan. Buni qo'yamiz. Endi hozir buni chiqarsa bo'lmaydimikan? Yo'q, chiqarsa bo'lmaydi ekan. Onunga balon yetishmayapti. Bazı kaysan sayfalarga. Ana, kayfa tushadi? Bu nima endi? Surat. Surat bo'ldi. Shunda hozir biz mayga kiramiz. 99 gaz yaptı. Kullanmayımız ekan. Buni pistolet oldik. O'q otadigan ekan. Hech kim yo'q hozir bu yerda. Bitta o'zimdan do'stlar, hozir biz bu o'yinda davom etamiz va videoni shu joyga to'xtatamiz.